Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar, podpисчиклар. Şu elimizdeki bir qavatlı hovlicha sotiladi. Razmeriga kelsak, eni 7,5, o'zini 28,5. Elimda yana zelena zona ega. Bunda tashqari pajani xodan bor ekan. Pajani xoddan orient tarafidan o'ngda eshigi bor. Bir qavatlı hovlicha sotiladi. 200 kvadrat metr. Bruschatklar urilgan do'stlar, yarım qopga ishlar qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Kelganimiz bizda da'lom bo'ladi. Razmeriga kelsak 12,5. So'q suv счетчиклari bor, muvallik rakina место, registrlar paket ishlatilmagan. Shpaklovkadan chiqib turdi do'stlar. Razvodkadan qilingan elektromontaj. Bu yer bizda zal bor. Razmeriga kelsak 6,5. Temiz poltaxta, üstimiz giprok. Потолок. Aquaplastikda qo'yilgan. Paket registrlangan, paketi bilan turibdi. Ko'cha tomon qarab turibdi. Bo'lamiz. Davom qildiramiz. Chap tomonda spalniy xonamiz. Razmeriga kelsak 4,5-3,5. Mana do'stlar. Bu yerimiz pashar xod. Xalati yashinli, ko'rib turibsiz. Yashinli xalati sotiladi. Fonga bo'ybash kerak. И sanuzini taxlabash kerak. Shuni ishlari bor. Bu yer bizda kuxnyamiz. Razvodga qilinib turibdi. Elektromontaj singa qilingan. Kotel o'tirilgan. Yonboshimiz bizda sanuzil bor. Sanuzini taxlash kerak do'stlar. Ko'rib turibsiz, ishlari bor ekan. Bu ishimiz bog' tomoniga qarab turibdi. Bog'imiz ham yomon emas. Katta razmerda tushgan. Keyin xonamiz bizda spalniy bo'ladi. Razmerlari 1. Benim shunday ahvol. Mana do'stlar. Qo'shimcha pristroyka aytib bersangiz ham bo'ladi. Bog' tomonda. Qo'y, tovuq, mol boqsangiz ham bo'ladi. Bemalol. Mana do'stlar, ko'rib turibsizmi? Demek do'stlar, ikkita spalniy, bir zal, dalon, kuxnya и oshxona. 200 kvadrat metr. Narxini kelsak 45.000 dollar aytmoqda. Sal ozgina kelishuv bor. Variantlardan kelib chiqib bo'lishi mumkin, narx sotiladi. Ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, aloqa chiqarasiz. Keyingi videoda shuncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока. Bu og'anan bir ko'rsatib o'tamiz do'stlar, ko'rasiz. Eshik qo'yib berishayapman bu yerda. Bemalol mol tovuq boqsangiz ham bo'ladi. Qo'shimcha pristroyka aytib bersangiz ham bo'ladi. To'rdami, ko'ringiz ham. Shunday bog'imiz. Odam yashamaydi, shuning uchun shunday ahvolda bu bog'imiz. Like o'shadan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar. Пока.